Tomdan tushib kuchuk bachchaday yiqilib, qizlarga to'ymay ketgan jiramen. Qiz, sen harom o'lmadingmi? Sadalo, padantala pavdalo. Sadalo, daraxting sadalo. Bomrat. O'lmagan ekan, borim tirrik nafas olibdi. Gibi o'lsin bu. Yapam nega yozma. Ey, g'aybi sakalti, o yazdan o'ylabdi berash. Shu paytdan maskelarlam tem bo'lib tirrik ekan gaplaring eshitib o'tiribdi. O'z bil xafa bo'lmaydimi sendan? O'lmay qolgan dadajonim. Men qara, ey, bu xursand bo'lish kerak, yig'lash kerakmi? O'lmay qolgan dadang. O'lmabdilar. Yo'q, o'lgan yo'q deyapmiz-ku. O'lsam bu kuningdan. Xullas, buni ahvoli og'ir, hamma Sadullodan tashqari sabrazm yo'qqa. Sabrazm. Bu haromni o'ylaga ham zaylishni xarajatda dangalda. Eshitib o'tirmanmi? Bomrod, o'g'li eshitib qoldi-ku. Tur, yo'q qo'yda. Tur, eshitsingicha aytib qo'ydi. Ha. Ye. Xullas, bu o'lsa keyin bu osh berish kerak. Keldi ketdi bilan. Pol rasxot undan ko'ra bironta balsa yuboryoramiz. Tamam, o'lsa taxrib ushanaymiz. Gak qilib o'ladi. O'zim gaplashaman balsa. Cho'p. Dada, men ketdim. Qo'zi, men keldim, yigitday bo'lib keldim. Oktagonliga menga jang ber 80-85. Tirik ekan. Sanatoriyaga ketdim. Qapyoqdim. Sen nima bilaverib? Mana bacham mana maxosa sanatoriyasi aytib qo'ydi. Kutib olishi zo'r, xonadagi sharoitlar vahshiy zo'r. Ovqatlarga keladigan bo'lsa, gap so'z bo'lishi mumkin emas. 3 mahal shirin ovqat berildi. Shundan so'ng meni kasalliklarimga qarab tashxis qo'yib, davolashni boshlashdi. Turli xil masajlar oldim va marjonli suvda ham cho'mildim. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. Shu oyoq bezimni qilibdi-da. Tizzalaringizga og'riq bormi? Keling, ana bizga karboksoterapiya apparatimiz bor. Bu muolajamiz bilan bir kunga og'riqingizni qoldirib beramiz. Shundan so'ng men o'sha apparat orqali lecheniya olishni boshladim. Mana o'tdayman. Ay! Ay! Dadamlarni ham o'sha sanatoriyaga yetishim kerakmi nima? Yetish kerak, otangga bir baqir suvet ko't kuyib Sadillodan. Qo'ysa. Мои кайф заработан потом и кровью.